bitiruvchi 3-Renessans bunyodkori degani. Sizlar yangi O'zbekistonning eng katta ishonchi va tayanchisiz. Qadrli farzandlarim, bugungi tez o'zgarayotgan davrda hayotga, uning keskin talablariga tayyor bo'lish bu eng muhim vazifa. Ushbu yo'lda sizlar uchun eng yaqin do'st va eng kuchli qurol kitobdir. 171 nafar yoshlarimiz dunyoning yetakchi universitetlariga, yana minglab bitiruvchilar mamlakatimizdagi oliygohlarga qabul qilindi. Ana shu farzandlarimni, ularning ota-onalari va ustozlarini bunday yutuqlar bilan chin dildan tabriklayman. Xursand bo'ldim prezidentimiz ishonchini eshitib, ozroq ko'zimga yosh ham keldi, chunki bizga shuncha ishonyaptilar.